Misol uchun ilm uchun kashfiyotlar muhim. Ilm uchun yangiliklar muhim. Hozirgi himoya qilinayotgan dissertatsiyalarning aksariyati u avvalgilarning takrori, xorijdagi qaysi bir olimlarning asarlarining o'zbek tiliga o'girilgan nusxalari bo'lib qolyapti-da. Shuning uchun bu yerda sifat muhim deganim o'zbekda olimi o'zini qiyofasini ko'rsatish uchun o'zining bir maktabiga ega bo'lish kerak. O'zining ilm yo'lidagi usullariga, yo'llariga, metodlariga ega bo'lish kerak. O'zbekning olimi, chin olimi o'sha xorazmiylarga, beruniylarga, shoshiylarga, farg'oniylarga munosib bo'ladigan o'zbekning olimi ergashtiruvchi bo'lishi kerak. Bizda ergashuvchanlik kuchli. Biz qachon mustaqil fikrlaymiz? Biz qachon ergashtiruvchi bo'lamiz? Biz nima uchun Yevropadan, dunyoning turli olimlaridan, bu mening dardlarim. To'xtovsiz biz iqtibos olamiz u, ular qachon bizdan iqtibos oladi? Bizdan nega ular iqtibos olmaydi, ko'chirma olmaydi?